Akrom ota Umarovning xonadoni. Ayoli bilan istiqomat qiladi. Bir o'g'li, bir qizi bor. Qizini turmushga uzatganlar. O'g'li esa uzoqroqda ishlaydi. Shu sababli har kuni chol kampir kundalik uy ishlari bilan bandlar. O'zimga qarayman. Kartoshka piyoz ekanman. Iftorlik vaqti yaqinlashyapti deguncha ota va uning ayoli o'yga toladilar. Ikki kishi uchun qanday taom tayyorlash o'yi? Mana shu kunlarda bir ko'kat somsa yegim kelyapti. Soliya aya esa uy ishlarini tong sahardaroq amalga oshirgan. Tushlikda biroz tin oladi, kitob o'qiydi. Aya bilan suhbatda to'kin dasturxon atrofida ko'p mehmonlar kelsa-yu, ular bilan suhbatlashib, yaxshiliklar haqida gaplashishni orzu qilishlarini aytadi. Dasturxonimiz to'kin soching bo'lsa-yu, o'shanga qani mehmonlar kelib, hamma ko'pchilik bo'lib iftor qilsak deyman. Ko'pchilik bilan iftor qilib o'tirsangiz yaxshi-da, baribir. Xontaxta ustida choy, non va aya pishirgan taom. Chol kampir iftorlik vaqtini shu tariqa o'tkazadilar. Ammo to'kin dasturxon yozishni mehmonlar kutib olsak deydilar. To'kin dasturxon bo'lsa, turli tuman noz-ne'matlar bo'lsa, unga nima yesin? Mamlakat prezidenti tashabbusi bilan Ramazon, mehr, muruvvat, ahillik va shukronalik oyi shiori ostida o'tkazilayotgan ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, xayriya va saxovat ishlari jamiyatimizda insonparvarlik, bag'rikenglik va o'zaro hurmat tuyg'ularini yanada mustahkamlamoqda. Farg'ona viloyat bosh imom xatibi Ubaydulloh domla Abdullayev Akromjon ota xonadoniga tashrif buyurdi. Xayrli to'ylar bo'lsin, xursandchiliklar bo'lsin. Allohu akbar. Umarovlar oilasini orzusi ushaldi. To'kin dasturxon va ko'plab mehmonlar jamlandi. Iftorlik dasturxonida duo qilindi. Ezgu tilaklar bildirildi. Bu haqiqiy mehr muruvvat mana. Chinakam insoniylik mana shu mana. Albatta mana shunda fayz bor, barakot bor. Bular o'ylaganmi? Bosh imom keladi-yu, o'tiradi-yu, bizdan xola mana demak, u yurak-yurakdan ko'zda yosh bilan yurtboshimiz haqqiga duo qilyaptilar. Yurt haqqiga, tinchlik haqqiga duo qilyaptilar. Mana shu, mana mehr muruvvat shu. Ahil inoqlik, shukronalik shu. Yurtimizda shukuhi bundan-da go'zal bo'lsin kundan kunga. Albatta bu tadbir bugun erta emas. To'liq bir oy Ramazon oylari ichida mana shunday bugundan erta farq qiladi. Har bir kunda alohida rejalar bilan juda katta tashkiliy ishlar tashkillangan. Bunday xayriy tadbirlar nafaqat bir xonadon, balki butun jamiyatda birdamlik, hamjihatlik va o'zaro g'amxo'rlik ruhini mustahkamlayotgani bilan ahamiyatlidir. Viloyat bosh imom xatibi oilaga mamlakat prezidentining xayriyalarini topshirdi. Xursand bo'ldik, boshimiz ko'kka yetdi. Loyim, tanjonlari sog' bo'lsin. Mehmon kutgan, to'kin dasturxon istagan Umarovlar oilasining xursandchiligi cheksiz. Aya aytadiki, bu mahsulotlarni bir oydan ko'proq iste'mol qilishlari mumkin. Bir oydan ham ko'pga ketadi. Mehmon kelib tursa, Xudoga shukr, nima bo'lamiz. O'zimiz bo'lsak, bir oydan ham ko'pga ketadi bunaqalar. Bir oy ham bo'ladi. Ramazon oyida amalga oshirilayotgan bunday saxovat ishlari xalqimiz qalbida ezgulik urg'uni ekib, mehr va shukronalik kabi yuksak qadriyatlarni singdirmoqda. Ahror Ziyodov, Safar Ismoilov, Ruxsor News uchun maxsus.